Buxoro viloyatida mebelsozlik tarmog'iga ilg'or ilmiy texnologiyalarni va innovatsiyalarni joriy etish, mebel mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish, ularning turi va hajmini ko'paytirish kabilar ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. 2025-yil hudud tadbirkorlari xorij bozoriga qariyb $1 million mebel mahsulotlarini eksport qildi. Joriy yil bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirish reja qilinmoqda. Bir vaqtlar Italiya, Germaniya, Gollandiya va shu kabi boshqa Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan qattiq va yumshoq mebellar haqida gap ketganda, ularning narxi emas, sifati sabab talab juda yuqori edi. Tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilgan imkoniyatlar natijasida bu marrani buxorolik ustalar ham uddalay olishini amalda isbotlashmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan 188 ta mebelsozlik korxonalari tomonidan 508 o'nda 9 milliard so'mlik mebel mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bugungi kunda mazkur korxonalarda 700 ga yaqin aholining doimiy ish bilan bandligi ta'minlangan. Shundan investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati $1,5 million 9 ta loyiha ishga tushirilib, 44 o'nda 5 milliard so'mlik mebel mahsulotlari va ularning ehtiyot qismlari ishlab chiqarildi. E'tiborli tomoni, tarixda ilk bor eksport ko'rsatkichlari ham $1 million ga yaqinlashdi. Mebelchilik sohasida bugungi kunda Buxoroda 200 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lib, mazkur sohada yosh kadrlarni shu sohada ish bilan ta'minlash, professional ishlab chiqaruvchilar bilan mana shu yoshlar o'rtasida aloqalarni yo'lga qo'yish, tajriba almashish bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Birgina mana shu mahalliylashtirish dasturi asosida ko'radigan bo'lsak, 44,5 milliard so'mlik import o'rnini bosuvchi zamonaviy mebellar, yumshoq mebellar hamda ularning ehtiyot qismlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu avvalo mana shu chetdan kirib keladigan mebel mahsulotlarini kamaytirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan qoplab berish. Buning natijasida import o'rnini optimallashtirishga erishiladi. Shu vaqtga qadar viloyatning Buxoro shahri, Jondor, G'ijduvon, Romitan tumanlarida alohida mebelsozlik bo'yicha sanoat zonalari tashkil qilingan edi. Endilikda Buxoro tumani tadbirkorlari ham asta-sekin o'z hunarlari ortidan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalariga asos solishmoqda. Prezidentimiz hozirda tadbirkorlarga katta imkoniyat beribdilar. Biz avvallari korxonamiz uyda edi, xorij davlatlardan texnologiya olib keldik. Mahsulotlarimizga talab yaxshi. Biz hozirda 15 kishini ish bilan ta'minlayapmiz. Xudo xohlasa keyingi yillarda 30-40 kishini ish bilan ta'minlamoqchimiz. Buxoro tumanidagi Rabot Qalmoq mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat boshlagan yangi quvvatlar bugunga kelib 500 ga yaqin aholi bandligi ta'minlanishi uchun asos bo'ldi. Hozirda 20 va undan ortiq ishchi o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlarida ustoz-shogird an'analarini joriy etish orqali bu ko'rsatkichni yanada oshirish reja qilingan. Xitoy davlatidan, German davlatidan yangi texnologiyalar olib kelib, sanoatni rivojlantirish rejalashtirganimizda, hozirgi kunda biz mebel ishlab chiqarishga keng e'tibor beryapmiz. 2025-yilda 20 nafar fuqarolarimizga imtiyozli kreditlar ajratib, ularni tadbirkorligini kengaytirib, mebel ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirib kelyapmiz. Tumandagi Dehcha mahallasida 118 ta xonadon mebel jihozlari ishlab chiqarish va ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Bu yo'nalishni rivojlantirish maqsadida o'tgan yili 30 ta xonadonning mebel ishlab chiqarishni kengaytirish va sanoat darajasiga olib chiqish imkoniyati mavjudligi inobatga olinib, prezidentimiz qarori asosida 6,2 gektar maydonda kichik sanoat zonasi tashkil etildi. Prezidentimizga rahmat, shu korxonamizga sanoat zonasi yaratib berganlari uchun 20 sotix yerga hozir qurilish qilganmiz. 30 ga yaqin ishimiz bor. Xorijdan dasturlarni olib kelib o'rnatganmiz. Keyingi reja shu yanada kengaytirib, ishchi joy ochib yana hamkorlikni ko'paytirish niyatimiz bor. Viloyatda mazkur sanoat tarmog'ini yanada rivojlantirish maqsadida hududiy investitsiya va mahalliylashtirish dasturlari doirasida 2026-yilda umumiy qiymati 25 milliard so'mlik 8 ta loyihalarni ishga tushirish va buning natijasida 100 ga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratish maqsad qilib olingan. Qo'shimcha yillik 7,5 milliard so'mlik yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratiladi. Bu bilan o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 105,2% ga yetkaziladi.